Soliq to'lamaydigan odam yo'q. Aravakash ham to'laydi, hamma to'laydi. Soliq to'lamayman deyishga or qilish kerak odam. Ma'lum bo'lishicha, san'atkorlar va madaniyat sohasi vakillari yaqinda prezident bilan uchrashib muloqot qiladi. Vazir Ozodbek Nazarbekov ushbu uchrashuv oldidan san'atkorlarning fikrini o'rgandi, takliflarini yig'di. Xo'sh, bugun san'atkorlarni nimalar qiynaydi? Shu orqaga tortavermaylik, 50 yil orqaga, 30 yil orqaga tortavermaylik, oldiga ketaylik, aka, oldiga. Hamma savollarni ko'taravermaylar, salmoqli bo'lsin dedingizda, bular duxini o'chirib qo'ydingiz. O'zingizlar qilishinglar kerak bo'lgan narsani davlatga sanqib ber deyapsizlar. Oddiy qishloqlarda oldinda shu kollektiv bo'lib borib shu qishloqlarda konsertlar qo'yardik. Mahallalar qolmayapti konsert bo'layotgan. Siz bexabar bo'lsangiz bo'lmayapti degani emas-da bu aka, butun respublika ko'rib turibdi-da, siz bo'lmayapti deyapsiz-da. Jonli ijro konsertlar bo'lgan taqdirda ham shu sal tariflarni pasaytirsa bo'ladimi? 10% ga. O imkoniyatingiz manman deyapman aka. Harakatni siz qiling, mehnatni siz qiling. Mani 80 ta bolam ulgurmayapti deyapman. Tushuntira olyapmanmi? Loyiha o'tmadi. Mana shu loyihani o'tkazishimiz uchun bizga mutaxassis bo'lish kerak yoki umuman yordam berish kerak yoki davlat tomonidan bu dunyo miqyosidagi ekspertlar chaqirish kerak o'sha paytda bizni. Albatta. Vazir ushbu yig'ilishda san'at vakillaridan kelgusida prezident stoliga qo'ysa bo'ladigan takliflarni so'radi. Soliq ma'muriyatchiligi, konsertlardan to'lanadigan soliq, xalqaro doirada konsertlar berish va gastrollar, madaniyat markazlari faoliyati, vazirlikning alohida telekanalini ochish va shu kabi fikrlar o'rtaga tashlandi. Nazarbekov so'zi avvalda sal oldin ko'tarilgan soliq shovqiniga izohini berib o'tdi. Birinchidan u loyiha tasdiqlangani yo'q, birinchi navbatda. Va umuman mana shu band o'rtaga chiqqanda ham juda ko'p san'atkorlar yuzini ko'rsatib qo'ydi kimliginiki, birinchidan savodsizligini ko'rsatib qo'ydi. Umuman soliq haqida hech qanaqa bilimga ega emasligini ko'rsatib qo'ydi. San'atkorlar to'layapti soliq hozir, to'lamayapti degan gap chiqib qoldi o'rtaga. Hattoki to'lamaymiz deb chiqishni boshladi to'layotgan san'atkorlar. O'zi to'layapti, hatto o'zini to'layotganini bilmayapti. Yo'q, hamma joydan to'layapti. U to'ydan ham to'layapti, konsertdan ham to'layapti hammasidan. Faqat ko'tarilayotgan masala sog'lommi mana shu soliq turi, sog'lom emasmi? Sog'lom emas. Hozirgi mavjud soliq turi sog'lom emas. Shuning uchun buni soliq muhokamaga qo'yaptiki, sog'lom bir yechimini topaylik buni degan muhokamaga qo'yilyapti. Shuning uchun bu yerda soliq to'lamaymiz, soliq to'laymizmi, to'lamaymizmi degan masala muhokama bo'lmaslik kerak. To'laydi hamma soliq. Soliq to'lamaydigan odam yo'q. Bu dunyoda yo'q unaqa odam. Soliq to'lamaydigan odam yo'q. Aravakash ham to'laydi, hamma to'laydi. Soliq to'lamayman deyishga or qilish kerak odam. Vazir san'atkorlar jo'yali takliflar bilan kelmaganidan norozi ham bo'ldi. Jamiyatni ko'ziga qarasang noroziga o'xshaydi. Nima xohlaysan, sen o'zi bilmaysan. Tushuntira olyapmanmi? Mana bugun bitta isbotini ko'rdik shu narsani. Go'yoki tashqaridan qarasang noroziga o'xshaydi butun tizim. Lekin bugun nima xohlaysan, sen tayinli gap yo'q o'zida. Tushuntira oldimmi? To'g'rimi yo noto'g'rimi gap? Yig'ilishdan bitta bo'lsa ham o'zingizga qanaqadir taklifni yozib oldingizmi? Keyingi bo'ladigan muloqot uchun. Ko'p yozib oldim. Albatta ko'p takliflar bo'ldi. Bo'lmadi mutlaq deya olmayman. Bo'ldi, lekin ya'ni jiddiy shu prezident stoliga qo'yish imkoni bo'lgan, muhim bo'lgan taklifni deyapmiz. Albatta, bunaqa takliflar ham bo'ldi. Bu o'sha hozir eslay olmayapman, bo'ldi, belgilab oldim o'zimga. Yaxshi takliflar bo'ldi, albatta. Yo'q, mutlaq yo'q deya olmayman. Lekin baribir bizni bugungi kunda ozgina bo'lsa ham baribir siyosiy salohiyatimiz yetishmayapti. Jamiyatimizda umuman siyosiy tafakkur sal ozgina muammo. 10 yillardirki amaliyotga kira olmayotgan mualliflik huquqi masalasida ham vazirdan so'rashga harakat qildik. Uning fikricha endi ham bu hujjatlarning ishlamasligi bizga yarashmaydi. Bundan 6-7 yil avval bitta yig'ilish o'tkazganmiz, men o'zim ham qatnashgandim. Bu mualliflik huquqi haqida edi, lekin oradan yillar o'tib bu nima uchundir kun tartibidan tushib qoldi. Endi bilamiz, katta san'atkorlar o'zining fikrini ham bildirdi. O'zbekona standartidan kelib chiqib, biz qizg'onmaymiz, bemalol aytsin, san'atimiz davom etsin deb. Bu bo'yicha hozir jarayon qaysi bosqichda? O'zi nimadir o'zgarish bo'ladimi mualliflik huquqi doirasida? O'sha siz aytgan o'sha qonun ishlaydimi?
tabiiy mana bugungi umuman O'zbekiston Respublikasida mualliflik huquqi mutlaq ishlamasligi endi ham yarashmaydi bizga. Bugun bizni xalqaro maydondagi statusimizga ko'ra bu mutlaq hal qilinishi shart bo'lgan masala O'zbekistonda. Shuning uchun bu kun tartibidan tushib qoldi deb ayta olmayman. Bu doim kun tartibida turibdi bizda. Faqat masalani ko'lami shu qadar kattaki, shu qadar kengki, hali umuman muallif ro'yxatiga kimlar kiradi O'zbekistonda? Qaysi yo'nalishlar muallif hisoblanadi? Hali bu hisob kitoblar yo'q. Hali mutlaq mana shular mualliflar degan aniq ro'yxatda o'zi yo'q. Hali chunki kreativ ekonomika ko'p yangi mualliflik yo'nalishlarini olib kirdi sohaga. Shuning uchun hali buni bir qaytadan ko'rib chiqib, o'sha jarayonda mana shu yangiliklar paydo bo'lgani uchun bu biroz to'xtaganga o'xshab qoldi, lekin ish ko'lami kengayib ketdi. Shuning uchun ham bu hozir ichkarida muhokama, hamma narsa nima deydi, bir joy-joyiga qo'yib, undan keyin nima deydi, bosqichma-bosqich birdan men sizga bir yilda, keyingi yildan 100% mualliflik ishlaydi deya olmayman. Lekin jarayon boshlangan, eng muhimi ish boshlangan, birinchi qadamlar qo'yilgan. Hozir yuqorida aytganimdek, o'sha ayrim hali bu masalada O'zbekistonda mutlaq yeng shimarib bir hal qilingan masala emas. Bu ko'lami juda katta muammolar, ko'lami juda katta bu sohada. Shuning uchun hattoki ayrim sohalar o'zini muallif ekanini ham bilmaydi hozir. Umuman hali ko'p ish ko'p demoqchiman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, bir qaror qabul qilishdan oldin qilinadigan ish juda ko'p hozir. Vazir prezident bilan muloqotga qadar kinochilar, blogerlar, prodyuser va bastakorlar bilan ham uchrashib, takliflarini yig'moqchi.